Mana suv tushayotgan joyi mana. Vodopodni shunday suv tushayotgan joyi. Yam-yashil Toza ichimlik suv ko'rdik. Tushib ketayotgan joyi. Mana suv tushib ketyapti. Ana yana paroxod unaqa ketdi. Qarang, tegi ham ko'rinib turibdi, unaqa chuqurmasi, lekin qattiq tez kelyapti. Suv bo'lmasa kerak bo'lsa. Siz olmaydi deb o'tdi odam. Turib bo'lmaydi. Yo'q, olib ketib qoladi. Kelishini qarang, kuch bilan kelyapti. Mahmud Fasli yana yo'q bo'lgancha tez kuchli bilan kelyapti. Qattiq kuch bilan kelyapti-da. Mana yurtdan yo'q. Ona qarang, tegi ko'rinyapti. Han tepaga tomchilanib, tepaga suv ko'tarilib ketadi. Qarang, oyijoncha. Mana kelishdan unda. Paraxodga keldi. Gapiring gapda. Biz ham shunaqa paroxodda maza qilishdik-a. Вообще zo'r ekan. Bo'ldi, ketaveramiz.